Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Xattabi Qur'onliq qo'zg'alon harakatlarining doisi nomli kitobni o'qishni boshlaymiz. 11-qism 5-bob. G'arb oldingi safida qo'zg'alonning kengayishi. Ular kushandisi ojiz vaqtda hujum qiladi. Ojiz nuqtalarni muhasirga oladi. G'alaba qilish uchun strategik o'rinlarni yaxshi taniydi. Düşmanga uchrashgandan boshqa vaqtda yoshirinib maxfiy hujum qiladi. Tog', zot degan joyda qo'zg'olonchilar paqlarlarning o'rniga qo'ylarni qovlaydi. Xos Naris. Birinchi, G'imara va Jibala qabilalarining Xattabiy qo'zg'oloniga qaytilishi. Odatdagi qo'zg'olon adovatining tabiiyati qabilalar orasida tarqalish kuchiga munosabatlik bo'lib, Sharq oldingi sepidagi shonli g'alabalardan keyin G'arb qabilalari asta-asta Xattabiy qo'zg'olonida paydo bo'lishga boshladi. 1921-yili iyulda Xattabiyning yaniga Abdulhadi G'ammuz va Hamu G'iyavi boshchiligida O'tir Rifning chegarasidagi Ammara qabilalar elchilari yetib keldi. Ular Munira Bahri Bani Sami, Bani Rizin, Bani Xolid qatorliqlar edi. Bu elchilar Ispanlarga qarshi G'arbda oldingi saf etish talabini bergan bo'lib, Xattabiy buningga ma'qul kelgan va qarindishi Muhammadni 26-oktyabr ular tarafga avatgan. Bu kishi G'arbiy rayondagi G'amara chegaralariga ishkillab kirdi. Uni yerlik qatlar qizg'in qarshi olgan. Lekin Ispanlarga malaylik qiladigan ba'zi kishilar va Ahmad Raysonning hiyli mekaylari 1,5 yillik tirishchanlikdan keyinmi safga mukammal qaytilishga to'sqinlik qildi. Muhammad o'zining diplomatik vazifasidan qaytganida Xattabiy uni 8 oylab Fransiyaga avatdi. Keyin uni jihad karvanini olg'a siljitish maqsadida G'arb rayoniga avatdi. Mujohidlar 600 askarlik kuch bilan harakatlandi. Ko'pinchisi Bani G'iriyag'ildan edi. Ular Bani Yatfan, Bani Bifra, Mistah Salih, Mitrofin qatorliq joylardan o'tdi. Mushu o'rinlarning tilga elinishidan biz bu rayonlarning hammasining mujohidlar ba'zilariga aylanganligini bilib olaymiz. Shunlashqa mujohidlar bu joylardan temkin holda o'tdi va Bani Razin, Bani Sami, Bani Karir, Bani Buzar rayonlaridan o'tib Bani G'imara tufraqlarga tushdi va Bani Ziyad qabilasida o'ltiraqlashdi va bu yerdan Shifavun va Lavadasi orasiga tarqalgan va G'imara sohillariga markazlashgan Ispan kuchlariga qarshi kurashib boshlandi. G'imarada Darqoviya tarixining nufuzi sababli vaziyat tinch emas edi. Buning sababi bu rayonda yuz bergan taraqqiyot katavashlarga tahdid keltirgan edi. Masalan, Darqoviy xonaqosining katavishi tarbidan ko'pinchisi Bani G'iriyag'ildan bo'lgan bu mujohidlarga non setib bermaslik buyrug'i tushirgan edi. Va yana ba'zi guruhlar mujohidlarni Ispanlarga nurg'un iqtisod badiliga topshirishga harakat qilishgan edi. Mujohidlar o'z o'rinlarida yerim muhasira holatda midirlamay bir mezgil turib qoldi. Xususan, yurt rayonlarida Ispanlarga malaylik qiladiganlar og'ir hujumlarga uchrab turadi. Bu hujumlarning birida Ispanlar Tetivandagi Sulayman Xattabiy qo'mondonligidagi rifliqlar orasiga askar avatish amaliyati elib borgan bo'lib, bular mag'lub bo'lgan va yollanmalar chekingan. Toki ularni keyinchi Fransiya va Ispaniya o'rtaq hujumi vaqtida ishlatilgan. Hammaga ma'lumki, G'imarada yuz bergan qiyinchiliklar shu yerda bo'lmasdan, balki mujohidlar va Amir Valid Hamdiyul Muraysi guruhi bilan 8 kun qurolliq to'qinish yuz bergan va bu qo'mondan bir mezgil mujohidlar tarafga mayil bo'lgan va
uning qarindishi shahid bo'lgan edi. Ammo 1923-yili ispanlar bilan munosabati qo'yiqlashgan va ispanlar Bani Karim, Bani Samihning ba'zi mutavallilarini va Bani Reyzin va Bani Xolid, Rif, Zarqat, Bani Kamilining bir turkumlarini jalb qilishga muvaffaq bo'ldi. Va bularning mutavallilari Sharif Hasan ibn Salih Rezining boshchiligida yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilishda Sharif Muhammad Silitin ibn Ximjilti Tarjistga yuqorida ismi chiqqan Sharif Zerini Bani Vilifrahga hujum qilishga ittifoqlashdi. Oxirda qo'zg'olonchilar vakili Azarqon elib borgan telefon suhbatidan keyinmi yanala jang yuz berdi va suiqasdchilar qarmar bo'ldi. Ulardan hayot qolganlari Fasqa qochib ketdi. Xattabining G'amaradagi jiddiychilikka tutgan pozitsiyasi yumshoqlik bilan qattiqlikning orasida bo'lgan edi. Shunlashqa u yerdagi kuchini mingdan ortiqroq holatda ko'paytgan edi va uningga Abdul Karim Hattash deb atiladigan Bani Viryag'illiq iqtidorli kishi qo'mondonlik qildi. Shunda qilib munofiqlar va xoinlarni to'shish va qo'rqitish va G'amara qabilalarining oliy janoblari o'zining rolini obdan joriy qildirish uchun kuch, qurol-yarog' va askarlar ko'paytirildi. Darvaqa ozgina vaqtdan keyin İspan malaylari rayondan bir-birlab tikib etishga va G'amara qabilalari cho'nglarining roli bir-birlab ko'rilishga boshladi. Xattobiymi har qabila boshlig'ini ularning hurmatini qilish yuzidan shu qabilaga bosh qilib qo'yadi. Masalan, u Bani Samiqa qo'mondan Abdusalom Buhalini amr qildi. Bani Kariyaga qo'mondan Si Alini amr qildi va Bani Reyzinga qo'mondan Yazid ibn Salih, Bani Buzarga ibn Yusufni, Bani Ziyadga qo'mondan Ahmad Biqalini, Bani Mansurga qo'mondan Si Alini, Bani Sulaymanga Muhammad Muhrini ilgari va bu Bahyavi ba'zi ishlarga tufayli elib tashlagan. Bani Xolidga keyinchi vazifasidan elib tashlangan va o'rniga Ibrohim Xolid va Tajdoynni Xolidi qo'mondan Si Makki vazinni tayinladi. Bu qabilalarning Xattabiy itoatiga kirishi boshqa qo'shni qabilalarning qabilaga qo'rqinch selib qo'ydi va G'amara ahli keyincha ispanlarga qattiq bo'lib jihad yo'lini yaxshi davom etdi. Bu qabilalarning qo'zg'olonga qatilishining nihoyatda muhim ahamiyati bor bo'lib, son va jo'grafiyasi borgan sari kengayotgan qo'zg'olonning texmo kuchlanishiga sabab bo'ldi. Qo'zg'olondan keyingi tarqalgan rasmiy statistikaga qaraganda, G'amara iqlimi 14 qabilani o'z ichiga oladigan bo'lib, nufuzi taxminan 109.795, yer ko'lami 130 kilometr kvadrat. Ammo Rif iqlimi 18 qabila, nufusi 122.260, ko'lami 4753 kvadrat metr bo'lib, ko'lam jihatda fatih bo'lgan rayonlarning ko'lami ishg'oliyat ostidagi rayonlardan ko'p edi. Lekin aholilar soni Ispan ishg'oliyatidagi aholilar sonining yarmichilik keladi. Ammo siyosiy jihatdan qilib aytganda, G'amaraning qo'zg'olonga qaytilishi qo'zg'olon harakatining musofasini texmo yiroq qilgan edi. Bu yana keyincha Jibola qabilasining qaytilishiga sabab bo'ldi. Va bu yerda rifliqlar, G'amaraliklar va Jibolaliklar bo'lib cho'ng bir jamoat hosil bo'ldi. Mana buningda o'z ko'rinishida qimmatlik usul hisoblanadigan qabilaviy tuyg'ularga g'olib keladigan ahamiyatli bir siyosiy birlik bor. Darvaqa G'amara qabilasi qatilgandan keyin Xattobiyga Jiboladan elchilar orqa kelishga boshladi. Ularning beshida qo'mondan Axirur bor bo'lib, ilgari Ahmad Rayson bilan birga ishlagan. Ondan keyin
uning ispanlar bilan shaxsiy shuhrat qozonish uchun sulhi tuzganligini bilgandan keyin ayrilib chiqqan. Keyincha Axiron 1924-yildan 1925-yillargacha elib berilgan askariy amaliyotlar maydon qo'mondoni bo'lgan. Bu haqda keyin to'xtalamiz. Bu amaliyotlar Shifavun rayonida ispan kuchlarining vayron bo'lishi va chekinishiga va bu muhim strategik shaharning ozod bo'lishiga sabab bo'ldi. Lekin Xattabining quchgan zafarlari Ahmad Raysonni birliksab hosil qilishga asla qoyil qilolmayotdi. Balki texmi qattiq hasad qilib, boshqa qabilalarni Xattabiga qarshi kuch kiritishga boshladi. Masalan, Ahmas qabilasining Isan va qurolli qarshi chiqishga kuch kiritgan edi. Bu Shifavun fatih bo'lib 2 oydan keyin edi. Xattabi ular bilan kelishim tuzishga urinib, ba'zi qo'mondonlarni elchi qilib avatdi. Lekin ular elchilarni tutqun qilib olib, Sharif Raysonning qishiga elib keldi. Rayson u kishilarni Tazotdagi Bani Aros degan joyga turmaga qamadi. Xattabi buni bilgandan keyin Axiroynni mujohidlarga yordam berish uchun askarlarni to'plashga buyruq tushirdi va Ahmas tarafga 1000 kishilik qo'shin bilan yurish qildi. Bu 1925-yili yanvar edi. Shuning bilan bu qabila tarmar bo'lib, Xattabi Bani Arosga qarab yo'lga chiqdi va u yerni besiq turdi. Jangning palak chaqi ta'tir cho'glab, mujohidlar g'alaba qildi va Raysonni bir tuqqini Mavlay Ali va kuyog'li Muhammad Zilal bilan birga asir olindi va uning yanidagi ko'p o'q dora harbiy lozimatliklarga ega bo'ldi va o'z yanidagi asirlarni qo'yibdi. Mana bu orqali Jibolada vaziyat Lokos qabilalarigacha qo'zg'alan ixtiyoriy holda kengishga qarab muhimlashgan bo'lib, bu qabilalar o'zining qasr kabir va Aroishda ispanlar nufusi bilan tahdid shakllantirgan edi. 2. G'arb rayonida ispan kuchining tarmar bo'lishi. 1922-yili ispan hujumlari xilala jonlanib ketdi. İşgal kuchlar Mililiyadan Nazor, Arvi, Daryosh tarafga yurish qildi. Xattabi Sharq oldingi qismida uzundan jang ko'rgan, uzildirmay qarshilik ko'rsatadigan va ba'zi yordam yo'lini uzib dushmanni muhosiraga ola oladigan kichik guruhlarni ajratish bilan kifoyalandi va o'zining asosiy kuchini g'arb tarafga yo'tkidi. Bu yerda ispanlarning aloqa liniyasining eng muhimi Tetuan daryosigacha suzilgan yo'llar edi. Ispanlarning shimol va sharq va Shifavunning janubida Shifavun Ziyad Tetuandagi cho'ng markazlarining yordam yo'llarini qo'daydigan bir qancha ilg'or o'rinlar bor edi. Yangidan bu rayon o'zining agri-to'qay tog'liqda Raish va Kunashma vodilari va o'ymonliq, quyuq o'rmonliq bor bo'lish sharoiti bilan Xattabining qabilalar jangi qiziqtiradigan muhim planlarini tatbiqlash va undan keyin dushman markazlarini uzildirmay bombardimon qilish, muhasirga elish, ma'naviyatini tushirish, undan keyin qalaymaqan holda chekinish va ilgari tayyorlangan pistirmalarga tushirish qatorliq strategik planlari uchun nihoyatda bob kelgan edi. Haqiqatan Xattabi G'imora qabilasiga ega bo'ladi. G'arb oldingi qismining bosh qo'mondoni Muhammad Xattabi umumiy qo'zg'alan maydon qo'mondoni Ahmad Xayror edi. Shunda qilib qo'zg'alonchilar Shifavun sharqidagi markazlarini nishonga olishni boshladi. Ular 1924-yili 16-fevralda Amtar markazining ta'minot yo'lini uzib tashladi. Ular Amtarga yordam qo'shayotgan Kataloniya nomli kemini g'animat olgan. Ikkital zambirak bilan to'shidi. Bu sahil tarafdan qo'zg'algan edi. Oxirida kema Ispaniyadagi
Qadisqa chekinishga majbur bo'ldi va chekingandan keyin Amtarga yordam keyingi havo liniyasidan boradigan bo'ldi. Mart oyida qisqa vaqt Sharq Riftda janglar nihoyat shiddatli bo'lib ketdi va bu G'arbiy Riftdan ba'zi yordamlarni akilishga sabab bo'ldi. Raysonning kisili va uning ispanlar bilan ba'zi kelishimlarni tuzishi oqibatda Jibola qabilalardagi kontrollikni asta-asta yo'qolishga boshladi va bu ispanlar orasidagi kelishim tilga olgudek ta'siri bo'lmagan edi. Chunki qabilalar amaliyotda asta-asta Xitobiy harakatidan ta'sirlanishga va barbara agishishga va G'arb oldingi sifidagi ispan markazlarini nishonga olish uchun Raysonning kelishim voz kechishga boshlagan edi. Shifavun sharqidagi tunji markaz qo'ldan ketgandan keyin qo'zg'olonchilar Lav vodiysining uzunligicha suzilgan ispan markazlarining ta'minot yo'llarini uzishga boshladi va Kuba Dessa, Solano, Timagzot markazlari muhosirga ilindi va ularga Shifavundan keyin Lav qirg'oq rayonlaridan keladigan ta'minot yo'llari butunlay uzib tashlandi. Hürmetli anlıqçılar, Xattabi Qurolli qo'zg'olon harakatlarining doisi nomli kitobning anlatışı bu yerda tugadi. Kelar qatim ko'rishguncha Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.